8. bab. Məşqsiz aşıq bo'lishni yurtimizda sezdan xabar yo'q, kirish demyapti deb yo'shirin ifodalaydi. Aşıq bo'lganimdan, hatto shayton atlab qolganimdan Zeynepxonning xabari yo'q edi. Məşqing ko'z oldingda tursa-mu, aşıqlikni bildirmaysan. Tiling saq, so'zlayolmaysan. Yurak tivishlaringni anglolmaysan. Ko'zingni uzmay qaraysan-u, lekin u parvosiz. Uning diqqatini tortish uchun o'zingni ko'rsatishga majbur bo'lasan. Zeynepxonning diqqatini tortish uchun qo'limni ko'tardim. İnqilobiy ammo sinfiy unsur deb ayirmay birga amgak qilish taklif berdim. Zeynepxon bilan yon turib amgak qilish, uning qadam yo'tkashlaridan tortib har bir tiniqicha anglab turish mudoyimni yushirdim. Mo'min Hakan bilan takalishayotgan vaqtimda Zeynepxon beshini ko'tarib menga lappida qaradi. Yuragim hayajondan o'ynaqladi. Uning diqqatini tortish mudoyimga yetgan edi. 9. bab. Motosiklet yo'lning ichiga kirib to'xtadi. Hamid Zavod motosikletdan tushibna uyga yugurdi. Zeynepxon yuvib tashlayotgan yoqda so'lishib yotadi. Chiroyi tatarg'an, ko'zlari o'ltirishib ketgan, xuddi 10 yil kasal tatgan odamdek bo'lib qolgan edi. Hamid Zavod xotinning chiroyi turqiga shundoqli qarab cho'chib ketdi. Andishli tuyg'ular vujudini qaytadan chirqashga boshladi. Sipo yugurib chiqib, xotinning yoniga cho'kdi. Yirik alqonlarni peshonasiga quyib turib so'radi. Qandaqroq tursizlar, xotin? Nimishqa doktorxonaga borg'il unmadinglar? Zeynepxon mehrlik kulimsiradi. Qo'rqoqdab qolgan o'xshayman. Ancha og'ir emas. Xeli tuzilib qoldim. Abiyam kelin bola to'g'ri elib chiqib ekan, ichib oldim. Bolalarga dadanglarni avor qilmanglar desam, gapimni anglamabdi. O'zlarini ko'rdilar ayna. Qizitmamni xeli yotdi. Xudoyim buyursa, atagacha tuzilib ketdi. 3-4 kundan beri quruqning g'ajab, issiqsirab ketganlar haqacha. Hamid Saudning ko'ngildagi andishlari bir oz isildi. O'zini erkin azada tutib, badashqa qurib o'ltirdi. Usab ketdim. Menga bir chin so'g'uq suv beringlar, bola. Qizi Guljamila dasturxon silib, patmusga qiziq bir piyola choy qilib, dadasiga tutdi. So'g'uq suv bering, qizim, dedi Saud choydan bir o'tlab qo'yib. Anar chiqib beraymi, dada? So'radi ikkinchi o'g'li Mahsum. Hamid Saud mayli degan qilib peshini g'ishdi. Tamoq tayyor bo'ldimi, qizim? So'radi Zeynep. Qozonga cho'pni silib olsam bo'ladi, ana. Kesgan ulgurni qozonga silishdan avval qurg'unlagan unni bakrak qiqvatasiz. Bo'lmasa, oshning suvi quyilib qoldi. Ma'qul, ana. Mahsumxon patnusga 2 piyola ana sharbatini ko'tardi. Achchiq anar bilan tatliq anarni ayrim siqdim. Tatliqini siz iching, dada. Achchiqni anamison. Achchiq anar sharbati qo'rqoqqa foyda qiladi. Hamid Savud bir piyola sharbatni ko'p bildirib ichib o'tib, yana bir piyola sharbatni xotiniga taq. Mahsumxon rastlaydi. Ichinglar xotin. Achchiq anar qo'rqoqning do'risi. Zeynepxon anar sharbatni 2 o'tlab ichib, chiroyli turishdi. Ichammidim. Zo'rlamasizlar? Ammo men ichib o'tay. Hamid Savud ishib qolgan anar sharbatini bir ko'tarib ichib o'tdi. Qo'g'im pichaymi, dada? So'radi Mahsumxon dadasining ussizlikning qolmaganligini his qilib. Dadangiz avval bir china osh ichib olsin, dedi Zeynepxon o'g'liga qarab. Qo'g'im yeb olsa, osh icholmay qoldi. Bobang bilan cho'ng onang yetib bo'lganmidi bu vaqqa? Ha, yetib bo'lgan chig'i. Boya qaylab baqsam, cho'ng o'ylining darvozasini taqab bo'libdi ekan. Hamid Savud ota-onasi bilan ahd atigani ko'rishni ko'ngliga bitdi. Guljamila patnusga 2 chini uyg'urib ko'tarib kirdi. Shu hamon uy ichiga mazzilik pinni puruq taraldi. Oshni ichirib qo'yaymi, ana? So'radi Guljamila. Bo'ldi, dasturxonga berib, o'zim ichay.
Midirlamanglar xudun. Gülcemile içirip qo'ysin. Uncha eg'ir emas kesilib, dedi Zeynepxon hasirg'incha o'rnidan turib. Ash taomning hurmati degan dasturxon bilan bo'ladi. Menmi bir sovutib ash ichay, dedi Mahsumxon otisi qaytgandek qarab. Qo'sqim yama ichib ketdi. Xotirjam bo'l, seni hargiz unutib qolmayman, dedi Gulcamila singib. Qo'sqim assa birdam chidab turolmaysan u zoti. Jangalg'im menishning oldida ichkichini liqma yegandek qilib o'tirdi. Mahsumxon otisiga norozilik bilan qarab, undaq degan bilan jangalning u eski yo'lda elg'u. İşkichini laqlangan birlagan pola bo'lsa-mu, tushib qoldim aqma. O'g'il bola degan yeydigan, ichadiganning gapini oz qildigan juma, balam, dedi Hamza. Jangalga piyoda bormagansan, dedi Gulcamila inisining oldiga pirchini ashla qo'ydi. Sen aşı jangalga moto haydab bir qitim berib baqsang, andan bilading, dedi Mahsumxon quloq qo'shiq qilib. Moto haydigan bilan piyoda maqandan bekerak harib ketdi adam. Qandaq dedim da. Hamid Savud lamjim dedi. Mahsumxon ashning cho'pini ilib ishkash, yana eg'zashdi. Mo'min hokimlar bu qitim yangi mashina oldi. O'g'li Qahramonxon ish bo'lmasa, mahalda bu yoqdan bu yoqqa qo'yildab haydab yurdi. Hamid Savud o'g'lining gapini qasddan anglamaslik qilib o'ltirib oldi. Qarshilik qilmaslar bo'ladi, xudun, dedi u ayolning yarimchini ochib bo'lguncha tayyorlab ketgan chiroyi. Ağırlıqqa yiroq bo'lmaganken, doktorxonaga boraylik. Tong atqanda bir gap bo'lsin, dedi Zeynepxon yog'lig'ining uchi bilan ta'rin surtdi. Bu kecha borganimiz bilanmi, doktorlar allaqachon uxlab qoldi. Uyg'otganimiz bilanmi, kasal ko'rish xo'shaqmaydi ularga. Hamid Savud xotinning rayiq beqishga majbur bo'ldi. Rayiq boqmaymi, amal yo'q edi. Shuncha yillardan beri xotinning rayiq beqib ko'ndirib qo'ygan edi. Amaliyotdimi rayiq beqib ketdi degdak xotinning uncha ko'p talpi bo'lib boqmagan edi. U ayni yillari bag'iriqdagi o'zi bilan tang jumlatli yigitlarning degidek ko'zi tushgan bo'lsa-mu, Tomshikning qizi degan sinfiy tarkibidan urkib, eg'iz ichish chirab kelmagan chiroyli qiz Zeynepxon bilan to'y qilib, visolga yetgan edi. Ashimdan chiqidashlarni dag'di qo'yg'inidan taxillanadi. Gohi-gohida o'tmish kechmishlar haqida so'z bo'lib qolsa, burungi zamonda Kakux bilan Zeynep aşıq-məşıqlardan bo'lsa-mu, sho'r daryodan o'tishga jur'at qila olmay visolga yetolmagandi. Ayni yillari ash sho'r daryomi xatarlik to'siqdan o'tib, Zeynepxonning visolga yetgan Kakuxman deb so'q bilan so'zlab berdi. 10-bob. Ash kun kechda Atratning kundalik ishlab chiqarish amgakini inqilobiy ammo sinfiy unsur deb ayirmay turli qilish taklifin Atratning nomer xotirlikchi Mo'min Xonpolkozning qarshiligiga uchragan bo'lsa-mu, hafta o'tmayla Atrat boshlig'imiz Keramxon Palak yuqoridan ijozat oldimi yoki mening taklifimni to'g'ri topdimi, aytavur ikki guruhdagilarni billa amgak qilishga o'rinlashtirdi. Bu kuz fasli oxirlashib, qish fasli kiray deb qolgan vaqt edi. Qo'noq kivazlar yig'ilib, bug'doylar terilib bo'lgan vaqtlar bo'lg'achqa, ishlab chiqarish atratlik a'zolarining qo'li xilili bo'shab qolgan edi. Shundaqdimi, ilgirgiga o'xshashla tong saharda Atrat qo'rosidagi kanaydan eng oliy yo'l yo'riq charanglab, to'lqinga chiqish buyrug'i jakalanib turardi. 1 soatlik to'lqin oxirlashgandan keyin a'zolar haplan-shaplan tashqi qilishadi-da, yana Atrat qo'rosiga jo'g'inib, yo'qlamadan o'tadi. Undan keyin aptab sing'ash o'tgan kechgan paranglarni badaviy chaqchaqlarni qilishadi. Mundaq chaqchaqlarga sevidigan qushqash aralashsa, boshqacha avjiga chiqadi. Xo'p bo'ldi, dedi Musaxon. Sevidiganga chaqchaq qilsanglar, mushundaq chiqsizlar xumadin. Daryoni bog'lig'il bo'lgan bilan bu xotinning og'zini bog'lig'il bo'lmaydi. Yana bir gap, dedi Keramxon Palak menga tamshilotgan a'zolarni to'xtatib.
er əmgəkçiyə 2 kubadan, ayol əmgəkçiyə 1 kubadan vəzifə verildi. Kivəz qo'zisi teşvatqanlar o'g'it to'plag'ili barmisin buldu. O'g'itni mayoqdoqning xohlagan yerdan yıqsanglar buldu. Yıqqan o'g'itinglarni To'qayning yuqorisidagi kivazlikka dövləysizlar. O'lchab o'tkazib olamiz. Qumush, pataq chanab kelsanglar hisob emas. Qumush qulqi, g'azang, yantoq, sesqut, buya degandek oson siylaydigan o't cho'plarni yig'sizlar. A'zolar gap qilmay taqab ketishdi. Vujudimni ixtiyorsiz shirin bir armon chulg'ib olaydi. Endi yaxshi bo'ldi. Ammo unsur deb ayirmay belli ishlaydigan bo'ldi. O'g'itni xohlagan yerimizdan yig'saq bo'ldi ekan. Zaynabxon nereden o'qib to'plasa, men shu yerdan to'playman. Shu bahanda o'nishib qolarman tehi. Haras uning ara tomoqlar qandaq ekan. Xiyolimni yig'ishtirib, kishilar to'piq qardim. Zaynabxon ko'rinmaydi. Vujudimni eg'ir bir hasrat chulg'ib oldi. Bir yerda turibmi, qachongacha keyindan qarab, oldidan marab o'tarman, ha. Atiga chiqqan bo'lsam-mu, xeyli ko'p kishilar jangallikning to'qayliqi kivazlik fasil yerini to'plagan o'g'itlarni to'shib kelmak oson bo'ldi deb egallab bo'lishqaydi. Mendek vaqt qolganlar jangallik ishkirlab kirishga majbur bo'ldi. Burunroq kelib, jangal bilan to'qayning fasildan yer egallab olmaganimga pushaymon qildim. Nimishqimi shunday qilish yodimga kelmagandi, ha? Zaynabxon ko'rinmaydi ya. Umi vaqti qolganmidi? Yoki boshqalar bilan yer talashqisi kelmaganmidi? O'g'it yig'ayotganlardan so'rashni piyab ko'rdim. So'rabli qo'ysam, ushshaq gap tepib, ich pushqini chiqarishga aran turgan bu kishilarga bo'lib beradi. Hech gapdan ish gap yo'qlar, xalqning og'ziga chiqib qolsak, Zaynabxonga ta'sir qiladi. Sen silib qarsam, do'nglikning u tarafidami o'g'it yig'ayotganlar bordek biladi. O'zimcha Zaynabxonni ash tarafda deb paraz qildim-da, ildam yugurib ketdim. Zaynabxonni topmay turib, o'g'it yig'ishga qo'lim bormaydiganligi aniq edi. Farzim to'g'ri chiqdi. Zaynabxon do'nglikning u tarafidagi qumushliqning arsiga tomoq selg'atadi. Yaqin atrofda hech kim yo'q edi. Yuragim duppildab so'qib ketdi. Udulli yaniq berishga petni olmadim. Qumushliqqa tomoq solgan bo'lib, asta-asta yaqinlashishga kirishdim. O'g'it yig'ish uncha oson emas edi. Xili jiq yerni tomoqlaganda aran kichik bir dova qumush qulqi yig'iladi. Bu ya yantoq, sisqot bo'lib o'sgan yerlarni boshqalar egallab olgan edi. O'zimning bu yerdaligimni bildirib qo'yish uchun qasddan yutilib qo'ydim. Ammo Zaynabxon hech qanday bir ovozni anglamagandek, yerga tomoq solish bilan bandi edi. Qumushliqdan tomoqning yer tatlaganki, shart qilgan yaqinsiz ovozi anglandi. Zaynabxonga pat-pat qarab qo'yadi. Gap qilishga og'zimni o'mallaydim. Yo'q. Lekin tovush birdan bitib qolgandek ovozim chiqmaydi. Gap qilgudek jur'atim yo'q edi. Yuragim ixtiyorsiz dupuldab ketdi. Ilojsiz dardimni qo'limdagi tomoqdan ilib, qumush qulqi, o't cho'plarni jon jahlim bilan yig'ishga kirishdim. Zaynabxon shunchalik untinsiz ishlaydiki, jahonda o'zidan boshqa hech kim yo'qdek parvosiz edi. Uning diqqatini burashga amal topolmay jiyli bo'lardim. Tuyuqsiz do'ngning kaynidan jangal bilan to'qayning fasil tarafdan naqshi ovoz anglandi. At minsam o'ynayman. Minmasam o'ynayman. Qizining Hashimi to'la cho'kan bilan o'ynayman. Naqsha vujudimni chirimib olgan g'amlarni birdil tartibdi. Naqsha quloq solganimcha tomoqqa yulinib turib ketdim. Zaynabxon bo'lsa bir xil ritmda qumushliq arsiga tomoq silg'atdi. Layli qozoq qismanglar to'zib ketidi yerga. Yaqindan yor tutmanglar, tegib ketidi erga. Voy bu Oymatxon ekan qo. Ajab naqsh to'g'lab qopdi-ya bugun. Tuzikrak naqsh eschi. Cho'kan bilan o'ynayman. Erga tegib ketidi degicha. Bir tilla kelib qichishdi. Meningmi Oymatxonning naqshiga jo'r bo'lg'im kelgan edi. Odat ikkimiz bir yerga kelsak, xali yomon emas naqsh to'g'lab qo'yatdik. Kelimni qirib
Ovozimni sozlab bo'lib, birdan niyatdan yotdim. Bu yerda Zeynepxon bilan ikkimizdan boshqa hech kim yo'q ekan. Boshqalar naqshamni anglab qilib qolsa, gap deb yursin yana. Zeynepxonni izohga qo'ysam bo'lmaydi. Avu tarafda bo'lgan bo'lsam, ko'nglimdagini naqsh qilib davolarkanman. Naqshi estam Zeynepxon ko'nglimni tushuna bo'lg'oyibdi. Endi do'ning keynidan ayol kishining naqsh to'g'lagan ovoz angladi. Bu tog'lar egiz tog'lar, tashiba topasi yo'q. Bu kamdagi bolalarning dardi bor, vafasi yo'q. Ishigingdan to'la o'tdim. O'tkinimni tuydum. To'g'o ikki chilladi. Bir chiqmaysan, o'ldim. Kimdi bu? Zivit xo'jagan. Hajab mungluq etdi bu naqshi. Zeynepxon naqshini anglayaptam degansiz. Anglagan bo'lsangizmi, ta'sir qilmayaptamdi u ya. Ah xudo, köyak o'ti nimishqa ikki odamga tang tutashmaydigan. O'stang bo'yida yar. Xam tamakuni tartib. Qo'ngida yamoq ishdan mang'almaydi hal tartib. Astag'firullah. Naqshini bir obdan etib buzvatdi ya. Mushu zivit xochamning kepiningmi o'ng ta'tirini bilgil bo'lmaydi zati. Naqshisi mushu. O'y xiyollarim bir kalla hipdak chigilishib ketgan edi. Ashu chigilishning uchi Zeynepxon edi. Qo'lim ishda, asiyadim uningda. O tarafdan kichikkin sharp chiqsimi, beshimni ko'tarib qarayman. Ammo Zeynepxon o'g'it yig'ishdan bosh ko'tarmaydi. Xuddi atrofida hech kim yo'qdek. Kun qalbi tarafga siyilib, do'ngning keyniga o'tay deb qalqaydi. Qarab baqsam, bir kunlik vazifamdan xilil oshirib, o'g'it yiqqanimni paras qildim. Yiqqan o'g'itlarimni endi to'shishga boshlayman. Zeynepxonning yiqqan o'g'itlarini to'shishim kerak dedi. Yo'g'on tog'arga dasab, chindab tiqqan o'g'itlarimni yutib, to'qayliqdagi kirazlikka 7 qatim to'shidim. 5 qatim to'shig'inimni bir dova, 2 qatim to'shig'inimni bir dova qilgan edim. Mo'min xonga mening o'g'itlarimni o'lchab baqsangiz. Qo'liga yaqash metr elib olgan Mo'min xon balkoz, cho'ng dovadagi o't chaplarni dasab turib, o'lchab xotirlab oldi. Bir kunlik nomerga yetibdimi Mo'min xonga? Ha, yetibdi, dedi Mo'min xon balkoz. Endi kessanglar bo'ladi. U qo'lidagi yaqash metr bilan kichik do'ngdagi o'g'itni ko'rsatib turib so'radi. Ma'u dovadagi o'g'itmi? Silning deyman. O'lchab, atlik ish nomeringlarga yozib qo'yaymi? Yo'q, bu dovadagi o'g'it mening emas. Mo'min xon balkoz ta'ajjub bilan ko'zimga qaradi. Unga yana gap so'rashga fursat bermay, tog'irimni do'milab tartib, jangaldagi do'nglikka qarab maqdi. Qarsam, Zeynepxon yiqqan o'g'itlarni tog'arga qo'ygan ekan. Axlat javodiga yig'moq oson bo'lgani bilan tog'arga tiqtaq xilil ta'sir. Xilili ta'sir. Bir boshni chingdab tiqmasa, tog'ar belida challa bo'lib turib, tuzuk patmaydi. Bunda qilsa, bir tog'ar o'g'itni 2 qatim to'shib to'g'ri keladi. Demismi, ayollarni tiqqan 2 tog'ar axlat javonni beligining kuchi bor erkak bir tog'arga to'liq tiqaladi. Gap so'z qilmayla Zeynepxon tog'irni qo'limga ilib, tuvidan tutib silkib tegayotganda qaytadan tiqishga boshladim. Zeynepxon dastlabda menga ajablanib qaradi. Keyin maqsadim tushundimi, aytavur lanjim demay qarab turdi. Ma'u tog'arga o'g'it tiqaman demay, birdam aram ag'ashdim. Hozirlik kelaman. Gapimni tugitib, tog'arni yudidimda, do'ngildab ketib qoldim. Nimishqidir dumbanda hech nima yo'qdek. Ikki putum kishkivatga to'lib ketayotgandek his qilyotdi. İçimden bir xo'shallik, bir hayajon qiyon soladi. Qaytib kelsam, Zeynepxon tog'arning yerimiga o'g'it tiqib bo'ldi. Baya tog'arga o'g'it tiqqanimni ko'rib olgan bo'lg'achqa, o'g'itni tog'arning bir cheklarigacha opirib, hali chingdab tiqibdi. Tog'arga putum silib, ikki disbitim hali bisilib ketdi. Açqan qismiga Zeynepxon cho'g'lagan o'g'itlarning hammasi to'liq patdi. "Mangayli", dedim, tog'ar dumlarga yetibdi. "Cho'g'lagan o'g'itlar bir kunlik ish normamga yetmay qolarmikin?" dedi Zeynepxon tashvishlangan holda. "Mengayvering, yetib ishib qoldi tehi",
dedim uning bo'tloq ko'zlariga ishonch bilan qarab. Zeynepxon 5-6 qadam orqaga qoldirib keynimdan agashdi. Biz O'g'it maydoniga yetib kelganda Mo'min Hampal ko'z Sevidxon Qushqashning jug'ligan o'g'itiga metr qo'yotdi. Mo'min Hakam, o'g'itimni dasayman deb kuchab ketmang ayna. Mo'min Hampal ko'z Sevidxon Qushqashning astri nashtir bor gaplarini anglamagan qisilib, o'g'it dövsini dassash chingdash bilan avardi. Voy Sevidxon, silning o'g'itlari ajab yomongina, dedi bichab tomosh ko'rib turgan Musaxon gap teshib. Ha, shundoq o'g'it u. Ko'rganlar Mo'minxonni ko'tarib ketgan. Shuni deslar, silning tamoqlari tekkan o'g'itda u. Shundoq mening tamoqim undaq tamoqlardan emasmi, bilib qolsizlar. Mo'min Hampal ko'z metrlab bo'lib xotirlashga boshladi. To'plagan o'g'itim normaga yetibdimi ya, ukam? So'radi Sevidxon Qushqash daftarga bo'yinlab qarg'ash. Yetibdi, dedi Mo'min Hampal ko'z. Yetibdi shu. Baya avar bo'lmaslar desam unmaylar. O'sh artıq chang qo'yib olalar ayna. Mo'min ham butun surlik erkak bo'lgan ekan, silinnikiga chaq qo'yg'is kelganda tayinliq, dedi Musaxon og'zini qalchaytib kulibcha. Zeynepxon bu qalbidan chiqib ketgan chaqchaqlardan qochib neriroq ketgan edi. Mo'min Haka, o'g'itni o'lchibda, dedim taqat qilib bo'lolmay. Mo'min Hampal ko'z bir Zeynepxonga qarab etib qasddan so'radi. Bu o'g'it dövsimi seningmi? O'ng'aysiz bir holatda javob berdi. Yo'q, Zeynepxonning. Baya sening ishib qolgan o'g'iting bor edi-ku bu yerda. Mo'min Hampal ko'zning qasddan sig'irlab so'rashlikin bezor bo'lsam-ku javob berishga majbur bo'ldim. Yo'q, mening emasdi. Zeynepxonga akilishib bergandim. Mo'min Hampal ko'z yerdan ustin qaramay turgan Zeynepxonga yalt etib qarab etib, chiroyini turishtirdi. Sinfiy unsurlarga yordam bergim kelib qopti-da. Menga zing'idi bir ochiq o'rdi. Gap qilishga og'zimni umallab bo'lib, yana o'zimni besib oldim. Mo'min Hampal ko'z dövilgan qumush quloqlari, yontaq, buya, siz qotlarni ari bilan motlab tashirlatgandan keyin dövining ustiga chiqib, sahrab turib chingdi. Ondan qo'ldagi yog'och metr bilan egizlikni, kenglikni, uzunlikni astoydil o'lchab hisobladi.